Men adam rahmat aytadilar shunda. Pulini nima qilasan? Maza qilib yashagin dedilar. O'zi adam ham shunaqa yashaganda, maza esimga tushib ketdi. O'shani 18 ga to'lasiz-ku, 18-20 yoshdan kuchga to'lgan, qon qaynagan payt bo'yiga shoxtirib. Men adam o'lganlardan keyin tushundim-da shu narsani. Men aytmoqchi bo'lgan narsam. Bo'yiga shoxtirisiz, boshqa qilasiz, hech nimani o'ylamaysiz, ya'ni orqada onam nima bo'ladi yoki oiladaglar nima bo'ladi. Sabab ota turadi-da oldingizda. Qalqon turadi, boshqa qiladi. Ha, qarochi uyda nima bo'lsa adam borlar-ku, nima bo'lsa otam bor, mana shunaqa narsa. Lekin hozir mana misol uchun adasi tirik odam bu narsani his qilmasa kerak-da. Savol bersangiz, ota kimsan tushunsiz? O'ylanib qoladi-da. Bir misol uchun aytish mumkin, adam undoq, adam undoq. Lekin o'lgandan keyin hammasini his qilar ekansiz-da. Qayoqda yurib ketayotganingiz rapcha ham kirib qolaveradi oyog'ingizga o'zidan o'zi. Ota shunaqa narsa ekanini demoqchiman. Kuchga to'lgansiz, ashib hamma narsani qilib olasiz. Bundoq burgutga o'xshab parvoz qilasiz. Bundoq qarasangiz, tip soya, hamma yo'q egallab olgansiz bo'ldi mana tako'yman. Otasi o'lgandan keyin pastga qarasangiz, chunchuchi ham soyasi yo'qda, qarochi. Mana shunaqa his qildim-da, mana ota o'lgandan keyin har bir insonning o'zining o'rni bor ekan.